Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugungi obzorimizda Chery'ning sedan gibrid varianti Arizo 8 gibrid. Chery'ning gibrid avtomobillari bilan boshqa bozordagi gibrid avtomobillarining juda ham katta farqi bor. Juda ham ko'p O'zbekiston bozoridagi gibrid avtomobillar faqat tok chiqarib berish uchun ishlaydi motori. Motor balonga ulanmagan. Qancha gaz bossangiz ham benzin motoringiz balonni aylantirmaydi, faqat elektromotor ishlaydi. Benzin motor faqat generatorda tok chiqarib berishga ishlaydi. Bu avtomobilimizning sistemasi mutlaqo boshqacha. Benzin motoringiz balonga ulangan, undan tashqari elektromotor bor. Shuni hisobiga avtomobilimiz faqat tokda o'zida harakatlanishi mumkin, benzin bilan tokda harakatlanishi mumkin va faqat benzinda o'zida harakatlanishi mumkin. Misol uchun akkumulyatorni chiqarib tashlaydigan bo'lsangiz ham bu avtomobilimiz so'zsiz bemalol harakatlanaveradi. Avtomobillarimiz ikki xil komplektatsiyada bo'ladi. Bu eng full komplektatsiyadagi avtomobilimiz. Полосодержатель, adaptivniy cruise control, samoторможение bor. Undan tashqari zavodskoy videoregistrator bor. Qo'shimcha расход qilib, yangitdan videoregistrator sotib olib o'tirmaysiz. Avtomobilimizda встроенный bitta flashka soladigan bo'lsangiz, ishingiz bitadi. Dvigatelimiz 1.5 turbo bo'ladi. Razgonlari juda ham tez. Avtosalonimizga kelsanglar, test drive dasturlarimiz bor. Bemalol avtomobilda haydab ko'rsanglar bo'ladi. Расход juda ham kam. Haqiqatan realniy расходи klientlarimizda shahar ichi 4,5-5 ta atrofida расход qilyapti. O'zimizning klientlarimizda diskalarni ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli diskalarda bo'ladi. 360 gradus kameralari bor. Keyin eng qizig'i oynalarimiz triplex bo'ladi. 2 qavatli shumkani juda ham zo'r ushlaydi mashinamiz. Katta panorama tom. Bu avtomobilimiz представительский sedan. Shuni hisobiga orqalari ham juda ham keng, podlokotnikning ichida podstakanniklari bor. Bagajnikini ham hozir sizlarga ko'rsataman. Bagajnikini ham ko'rishingiz mumkin. Avtomobilimizda maxsus zaryadkasi ham bor. Uyda rozetkaga qo'yib turib, uyda ham zaryadka qilsanglar bo'ladi, ko'chada ham zaryadka qilsanglar bo'ladi. Juda ham qulay. Orqada subwoofer ham bor. Bu avtomobilimiz audio sistemasi oddiy emas. Audio sistemamiz Sony. 10 ta kolonkasi bor. Orqasida subwooferi ham bor. Orqasini ham ko'rishingiz mumkin. Avtomobilimizda salon podsvetkasi bor. Har xil ranglarda o'zingizlarga yoqadigan qilib nastroyka qilsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli. Bu va bundan boshqa hamma Chery avtomobillarimizga рассрочка variantlari bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin yoki avtosalonimizga kelinglar, mashinani ko'rib, test drive qilib, keyin eski avtomobilingiz bo'ladigan bo'lsa, avto e'lon 111 ga qo'yib qo'yishimiz mumkin. O'zimiz mashinangizni sotib beramiz yoki ishim tez bitsin desangiz, trading dasturi bo'yicha o'zimiz xarid qilib, yangi mashinani eng tez holatda, eng qulay holatda qilib beramiz. Bonuslar ham eng zo'ri, avtomobilga nima ish qilinishi kerak bo'lsa, hamma yo'g'ini qilib beramiz. Muhimi, manzilda adashib qolmanglar, shahar tomondan kelishda Mo'tabar marketga yetmasdan chap qo'lda hammanglarni avtosalonimizda kutib qolamiz. Dam olish kunlarsiz ertalab soat 9 dan kechqurun 8 gacha ishlamiz.